Yangilanayotgan konstitutsiya jamiyatimizning barcha qatlamlari manfaatlarini ko'zda tutadi. Xususan, yoshlar ularning har tomonlama komil inson bo'lib ulg'ayishlarini ta'minlaydigan konseptual asoslar yangi tahrirdagi konstitutsiyada yanada kengaymoqda va mustahkamlanmoqda. Shu jihatdan yangilanayotgan bosh qomusimiz O'zbekistondagi har bir o'g'il-qiz taqdiriga aloqador. Chirchiq shahrida tashkil etilgan navbatdagi targ'ibot tadbirida shahar ahli bilan birga yuzlab yoshlar ishtirok etdi. Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida harbiylar ishtirokida konstitutsiya o'zimizniki shiori ostida targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. Jamshid Xidirov Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti kursanti. Men Buxoro viloyati Buxoro shahrida harbiy oilada tug'ildim va yoshligimdan harbiy sohaga qiziqdim. Harbiy libosni kiyishni va vatanga sadoqat bilan xizmat qilishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim va shu maqsad yo'lida sidqi dildan xizmat qilmoqdaman. Yangilanayotgan konstitutsiyamizda 153-153 moddasida ko'rsatib o'tilganidek, yurtimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash biz harbiylarga yuksak mas'uliyat yuklaydi. Yangi O'zbekistonni yaratish va uni himoya qilish biz harbiylarning vazifamizdir. Shuni ishonch bilan ayta olamanki, yurtimiz tinchligi ishonchli qo'llarda. Men O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar safida xizmat qilayotganimdan faxrlanaman. O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! Men iste'fodagi polkovnik Navruzov Abubakir Davlatovich 1978-yilda harbiy xizmatga kirganman. Xuddi mana sizlarday harbiy bilim yurtini tugatib, mustaqilligimiz davrida yurtimizning barcha hududlarida o'z xizmat vazifalarini bajarganman. Yurt tinchligi degan so'zni biz harbiylar juda yaxshi tushunamiz. Tinch yurtda taraqqiyot bo'ladi. Oxirgi yillarda qurolli kuchlarimizni rivojlantirish bo'yicha ulkan ishlar olib borildi. Ushbu ishlar natijasida qurolli kuchlarimiz bugun 40 ta jahondagi eng kuchli armiyalar qatoriga kirdi. Jahonda bo'lib o'tayotgan harbiy musobaqalarda muntazam ravishda bizning harbiylarimiz birinchi, ikkinchi o'rinni olib qaytmoqda. Bugungi kunda jahondagi barcha harbiy mutaxassislar bizning armiyamiz salohiyatiga katta baho berishmoqda. Harbiylar bilan birgalikda bir safda Mudofaa vazirligi faxriylari bu vatan uchun jonini berishga doimo tayyor. Yashasin O'zbekiston! Biz harbiy faxriylar, harbiylar bilan bir safda 30-aprel kuni konstitutsiyaviy referendumga qatnashamiz. O'zimizning farzandlarimiz bilan, nevaralarimiz bilan va butun xalqimiz bilan. Xalq va armiya bir. Hammani referendumga chaqirib qolaman. O'zbekiston buyuk, xalqimiz buyuk. Это правда, что вы обошли пешком вдоль границы нашей страны? Да, была поставлена задача проверить, насколько наша граница защищена. И в ходе выполнения этой задачи я со своими коллегами прошел всю границу пешком. А там, где невозможно было пройти, на вертолете пролетели, изучили и подготовили, представили руководству свои предложения, на основе которых потом были приняты соответствующие решения для укрепления наших границ. 30 апреля 2023 года это самый важный день. Обязательно не только сам пойду, но значит, со всей семьей, с детьми, со своими внуками отдать свой голос в будущее. Я, младший сержант Абкилямова Луиза Рашидовна, вдова старшего лейтенанта Абкилямова Наримана Насыровича. Мой муж героически погиб в 2000 году
исполняя свой служебный долг. Я осталась одна с 2 маленькими детьми. Тогда мне казалось, что моя жизнь тоже закончилась. Но я сказала себе, что я должна продолжить благородное дело своего мужа. И тоже пошла служить в армию. С тех пор воинская часть для меня стала и моей семьей, и моим домом. Мои дети выросли, мне помогали, обеспечили меня домом. Наше государство постоянно заботится о нашей семье. Мы не остались одни. Впереди важный этап нашего государства – это референдум. И я обязательно буду участвовать в нем. И я призываю всех нас, всех моих коллег, весь народ Узбекистана проголосовать за наше будущее, за будущее наших детей, за нашу страну. Это наш долг, и это наше право. Спасибо. Aziz yurtdoshlar, men Tajiyev Aziz Muhiddinovich 32 yoshdaman. Chirchiq shahrida tug'ilib, ulg'ayib, hozirda Maxam Chirchiq korxonasi ishchisiman. Shun bilan birga sportning arm wrestling turi bilan shug'ullanib kelaman. Bu sport bo'yicha ko'rsatkichlarim: O'zbekiston chempioniman, O'zbekiston mutlaq chempioniman, 6 karra Osiyo chempioniman, jahon va nufuzli musobaqalar sovrindoriman. Sportchi sifatida shuni aytishim kerakki, yangilanayotgan qomusimiz va qomusimiz ichidagi 48-moddada bo'layotgan o'zgarishlar meni va boshqa sportchilarni juda xursand qildi. Bu moddada davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish va unga shart-sharoit yaratish huquqiy kafolatlandi. Yana shuni aytamanki, yaqinda Dubay shahrida bo'layotgan Osiyo chempionatiga jo'nab ketyapman. Men va'da beraman, birinchi o'rinlarni olib, yurtimizga yorug' yuz bilan qaytib, 30-aprelda bo'lib o'tadigan referendumga albatta qatnashaman. Va o'zimni kelajagimga, yurtimni kelajagiga, vatanimni kelajagiga befarq emasman. Bejiz Islom Karimov istiqlol arafasida mustaqil davlatning bosh qomusini ishlab chiqishga kirishmagan edi. Prezident konstitutsiyani ishlab chiqishda shaxsan o'zi qatnashdi. Eng muhimi bu jarayonlarning ochiq va oshkora bo'lishini, unda jamiyatning barcha qatlamlarining ishtirok etishini ta'minladi. Bosh qomus loyihasi 2 marta umumxalq muhokamasiga chiqarildi. Aholidan kelgan 6000 dan ziyod xat jiddiy tahlil qilindi. Assalomu alaykum. Talabalar shahri, kimyogarlar shahri, bilimdonlar shahri, Chirchiq shahri bo'lamizlar. Juda yaxshi. Bugun bilasiz, aynan 30-aprel konstitutsiyamiz referendum bo'lmoqda, to'g'rimi? Demak, aynan referendum arafasida targ'ibot tashviqot ishlari juda yuqori saviyada tashkil etilgan, xususan bugun Chirchiq shahrida eng unutilmas narsalardan birgalikda guvohi bo'lamiz. 1992-yil 8-dekabr vatanimiz tarixidagi eng muhim voqea. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilindi. 8-dekabr umumxalq bayrami sifatida nishonlanadigan bo'ldi. Umum insoniylik g'oyalari bilan sug'orilgan o'z konsepsiyasi va maqsadiga ko'ra O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgan mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi mustaqil davlat timsoli sifatida mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish, respublikamizning xalqaro maydonda munosib o'rin egallashining mustahkam zamini, xalqimiz uchun obod va farovon hayot barpo etishning negizi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarning
tayanch hamda oliy yuridik manbasi. Inson huquq va erkinliklarining kafolati, benazir huquq qadriyat hamda huquqiy madaniyat ko'zgusi sifatida yangramoqda va amal qilmoqda. Asosiy qomusimiz va uning asosida qabul qilingan qonunlar o'tgan qisqa tarixiy davr mobaynida mamlakatimizda chuqur o'zgarishlar, siyosiy va ijtimoiy, iqtisodiy hayotning barcha tomonlarini izchil isloh etish va liberallashtirish, jamiyatimizni demokratik yangilash va modernizatsiya qilish hamda bu borada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning tayanch huquqiy asosi sifatida xizmat qilib kelmoqda. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston xalqi qabul qilgan bosh qomusimiz o'zining insonparvarlik tamoyili, demokratik huquqiy davlat barpo etish kafolati, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalarini to'la ta'minlash, fuqarolar tinchligi va milliy totuvligimiz ramzi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bosh qomusda bitilgan huquqimiz, haqqimiz aks etgan erur unda orzu umid ahdimiz. Shu boisdan biz uni baxtimiz qomusi deb alqab faxr etmoqqa huquqlimiz, haqlimiz. Timur tuzliklaridan boshlangan zo'r intizom baxtimiz qomusida bugun etmoqda davom. Do'stlar, bugun zo'r ayyom, chehralar ham gulgundir. Bugun bosh qomusimiz qabul qilingan kundir. Qo'riqchi-yu posbonning, muallimu dehqonning erki aks etgan unda har bir aziz insonning. To'g'ri aytasiz ota, bugun ulug' ayyomdir. Bosh qomusimiz bizga huquqdir, sharaf shondir. Bosh qomus boshimizda porlab turgan oftobdir. Istiqlol me'moridan bizga meros kitobdir. Bosh qomus ayyomini birga bayram qilurmiz. Hur vatanni yashratib bog'i eram qilurmiz. Ey azizlar, sizlar ham safimizga qo'shiling, yurtni obod etgaling, javon bo'ling, joshuring. Dar haqiqat bu ayyom hammamizga bayramdir. Barcha orzu umidlar qonunda jamul jamdir. Xususan ayollarga ko'p imtiyoz berilgan. Ayollaru erkaklar teng huquqli deyilgan. Bosh qomus ayyomini birga bayram Assalomu alaykum aziz yoshlar, assalomu alaykum yosh ulug'lar, assalomu alaykum O'zbekiston. Aynan barchangizni avvalo ulug' ayyom, ulug' oy Ramazon oyi bilan, qolaversa 30-aprel bosh qomusimiz bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining referendumi bilan chin yurakdan, qolaversa yurt yurakdan muborakbod etamiz. Takrorlasak, ya'ni Konstitutsiya meniki, Konstitutsiya seniki, Konstitutsiya bizniki, Konstitutsiya o'zimizniki. Taqazni chalamiz. Endi buni qilamiz. Aynan men Konstitutsiya deyman.
emas desa, menikini baralla. Birgalikda naqoratiga jo'r bo'lamiz. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, 1 2 3 Konstitutsiya! Konstitutsiya! Kechiramiz. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxtu Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deymi? Topingan koshonam deymi? O'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, bayrog'imiz hamisha ko'klarda parvoz qilsin deganlar guldiroz qarsak chaladi. Azizlar, bugungi unutilmas oqshomni Chirchiq garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazining harbiy orkestr jamoasi boshlab beradi. Guldiroz qarsaklar bilan biz boshladik. Chirchiq kimyogarlar madaniyat saroyining Marvarid raqs ansambli va eng xushovoz xonandalar vokal jamoasi.
sevamiz seni har dam. Assalom oladiyor, kelajaging barqaror. Assalom yangi avlod, orzularga, orzularga qanot. Assalom oladiyor, kelajaging barqaror. Assalom yangi avlod, orzularga, orzularga Azizlar, biz davom etamiz. Demak, qarshi oling sahnada Chirchiq shahar 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining xoreografiya bo'limi qarsagingiz bilan davom etamiz. Qarsaklaringiz eshitilyapti azizlar. Mana bu boshqa gap. Demak, mana shu yuqori kayfiyatda davom etamiz. Qarshi oling sahnada Chirchiq garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazining harbiy ansambli. Mustahkam, ey
titrab bugun qadam sarbida otash bosib birlar yigit qalbida millatning tinchligin o'ylab harbiylar vatan deyalar jonda kechgan naslida yuraklarda bugun shijoat nurida saflarda mardona tashlaymiz qadam dilda bo'lsa jon bizlar qudratlimiz yengilmas birdan bizlar qudratlimiz yengilmas birdan bugun qudratimiz dunyo tan olgan qalqonmiz yovlarga har qachon farqon xalqning dardin o'zin dardim deb bilgan yurtim posbonlari bo'ling sog' omon yuraklarda bugun shijoat nurida saflarda mardona tashlaymiz qadam niyatda dilda bo'lsa jon bizlar qudratlimiz yengilmas birdan bizlar qudratlimiz yengilmas birdan o'tmoqdadir umrim sergak va hushyor kunlarim shiddatli tunlarim bedor kim el xizmatida safar unga yor g'olib o'g'londirman g'olib o'g'lonman mag'lublik bilmagan hech temur bobom yovni yo'latmagan yurtga bir qadam qo'llagay bobolar ruhlari mudom g'olib o'g'londirman g'olib o'g'lonman men g'olib yurtimga posbonman men g'olib yengilmas o'g'lonman men g'olib shiori qalbimda men g'olib g'ururi osmonman men g'olib yurtimga posbonman men g'olib yengilmas o'g'lonman men g'olib shiori qalbimda men g'olib g'ururi osmonman yurtim senga yurur dilda aytarim kunduz oftobimsan tunda xabarim sening g'alabangdir mening zafarim g'olib o'g'londirman g'olib o'g'lonman aytgan gapimga bu so'zim o'q mening ortimda vatan bor ko'nglim to'q mening mag'lub bo'lmoqlikka haqqim yo'q mening g'olib o'g'londirman g'olib o'g'lonman men g'olib yurtimga posbonman men g'olib yengilmas o'g'lonman men g'olib shiori qalbimda men g'olib g'ururi osmonman men g'olib yurtimga posbonman men g'olib yengilmas o'g'lonman men g'olib shiori qalbimda men g'olib g'ururi osmonman men g'olib shiori qalbimda men g'olib g'ururi osmonman Tashakkur izhor etamiz. Qarshi oling sahnada Kimyogarlar madaniyat saroyining Tamanno raqs ansambli.